Assalomu alaykum akalar. Navbatdagi manzilimiz Farg'ona Rishtonda bo'ldi. Hozirgi kunda juda ham ko'pchilik mijozlarimizni o'z uylariga qo'yayotgan avtonofason darvozamizni navbatdagi manziliga o'rnatish ustirovkasini yakunladik. Materiallarga kelsak, yondonlarimiz 2,5 stenada bo'lgan 10 dan brusdan foydalanganmiz. Ramka profillari 6x4 2lik bo'lgan. Listlarimiz har doimdan 2lik. Orasiga moshinaga ishlatiladigan ekstra shumkalardan yopishtirib, steklavata so'yib 2 sloy shumka kraskalari 3 sloy bo'lgan, 1 sloy gruntовка, 2 sloy kraska, 3 sloy lak bo'lgan. Hammasi avtomobilning moshinaga qanaqa ishlatilsa o'sha holatda qilingan. Bu yo'llarni payrovka qilganmiz, juda ham yaltiratib glansli laklansa ekkanmiz. O'rtalariga mana o'zgacha uslubda qilib, o'rtalarga devor ko'rinmasligi uchun bu yanada dorozani ko'rkga qo'shib chiroyga chiroq qo'shdi. Hurmatli yurtdoshlar, kimningki shunaqa chiroyli sifatli xizmatga kerak bo'ladigan bo'lsa, navbat pastdagi aloqa meni o'zim